Uzul PHP dersi 9. qism PHP sallar gruppasi. Birinci mazmun sallar gruppasi degan nima? PHP'dan foydalanib program tuzganda ko'pligiga o'xshab ketadigan o'zgarish miqdorlarini ishlatamiz. Ya'ni PHP'ni qancha ko'p ishlatgan sari bu shu vaqtdagi ishlatadigan o'zgarish miqdori shuncha ko'p bo'ldi. Programma qancha murakkab bo'lgan sari ham shuning masalda o'zgarish miqdorlari shuncha ko'paydi. O'zgarish miqdor ko'paygan sari boshqarish qulaysiz bo'ldi. Shuning sallar gruppasi orqali u miqdorlarni tartibli qilib saqlab olib ishlatalaymiz. Sallar gruppasidagi har bir a'zoning o'ziga xos ID, ya'ni rad qiymati bo'lib, farqlantirish va ishlatish intayin qulaylik. Andan keyin sallar gruppasining turlari deganda sonliq miqdorliq sallar gruppasi, bog'lanishchan sallar gruppasi, ko'p o'lchamli sallar gruppasi deb 3 turga bo'lindi. Ammo endi misol qaraydigan bo'lsak, masalan, birinchisi bismaya degan sonliq miqdorliq sallar gruppasi bo'lib, biz buningga miyada masalan namesga masallar gruppasi deb aniqlab berib, 3 tal qiymatni berdik. Bu bevosita buningga names 0, names 1, names 2 degan bu sallar gruppasiniki ID qiymatini yuklaydi. Lekin biz mayada buningga ID qiymat bermadik. Demak, birinchi xildagisi bu sonliq miqdorliq sallar gruppasi hisoblandi. Ikkinchi xildagisi mayada biz namesniki o'rniga o'zimiz bu birinchi azas Olim, birinchi azas Anvar, ikkinchi azas Mardan deb manda qiymat berdik. Oxirda bu birinchi azza bilan no'linchi azza bilan ikkinchi azza yaxshi do'st, ya'ni Olim bilan Mardan yaxshi do'st deb yozmoqchi bo'lsak, mahlolat yozamiz. Tor ko'rgüçte bunun önümünü görsek, mana Olim bilan Mardan yaxshi do'st deb mahlolat chiqdi. Program icra bo'lgandan keyin. Andan keyin üçüncüsü ko'p o'lchamli sonlar gruppasi. Bu deganimiz bir qancha sonlar gruppasini o'z ichiga oldi. Biz bu yerda faqat ikki o'zaro shu sonlar gruppasiniki o'zaro moslashgan holat ekanimizni ko'rsak, mana misol qaraydigan bo'lsak, masalan, birinchi sonlar gruppasiga family ismi oila deb nim qildim. Ism berdim. Aniki buning ichida yana Urumchi deb bu yerda bir sonlar gruppasi, Kucha deb bir sonlar gruppasi, Qashqa deb bir sonlar gruppasi nim qildik. Shu demakchi bo'lgan gap nima deganda, bu yerda bu zot orqali dedi. Masalan, Urumchi degan sonlar gruppasining ichida buning 0-azasi Olim, 1-azasi Yosin, 2-azasi Barat. Mana Kucha deganda buningki 0-azasi Ahmad. Mana Qashqaningki 3-azasi bor. Oxirda masalan, Urumchininki 2-a'zosi Urumchilik deb manda yozdik. Andan keyin Kuchaninki 0-a'zosi Kuchadan. Bu albatta biz oldidagi yozgan programmamizda shunda belgilagan bo'lg'ashqa, biz buni ijro qilgandan keyin Barat Urumchilik, Ahmad Kuchadan deb bizga Urumchilik 2-a'zo deganni mayadagi Urumchilik 2-a'zo 0, 1, 2-a'zo deb ma'azani bizga Barat degan qiymatni yuklab Urumchilik deb mana chiqarib berdi.